إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yuqoridagi aytgan so'zimiz boshqacharoq tushunmasligi uchun kengroq izohlab o'tib ketamiz. Ya'ni ish chiqarishlik mumkinmi, mumkin emasmi degan. Ish chiqarishlik shirkmi, shirk emasmi degan gapga to'xtalib o'tamiz. Bizlarda ish chiqarish kerak degan paytda taom pishirib ko'pchilikka yedirishlik aytiladi. Agar bu maqsad odamlarni kutishlik, Payg'ambar alayhisalom taom beringlar degan hadisni ostiga tushadigan bo'lsa, savob bo'ladi, ajr bo'ladi. Chunki Payg'ambar alayhisalom islomdan deb turib, islomning eng avvalida taom berishlik dedi. Islomning afzali qaysidir, eng zo'r islom qaysidir degan paytda taom berishlik dedi. Ana shu bobga tushadigan bo'lsa, savob, ajrga qoladi. Ammo ish chiqarish degan paytda arvohlar shod bo'ladi deyilgan gap bo'ladigan bo'lsa, bunda shirk bo'ladi. Bu gapga to'xtalib o'tamiz. Birinchidan Payg'ambar alayhisalomning oldiga ruh haqida so'rab kelgan paytda ertaga xabar beraman deb turib payg'ambarimiz xabar bera olmadi. Chunki vahiy keladi deb gumon qilgan edi u kishi. 15 kun kechikdi. 15 kun kechikkandan keyin oyat xabar keldiki, yasalunaka anir ruh, Muhammad alayhisalom sizdan ruh haqida so'rashadi. Qulir ruhi min amri robbi. Ayting, ruh Robbimning ishidir dedi. Va ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh haqida menga ozgina ilm berildi deb ayting dedi. Demak, ruhni biz bilmas ekanmiz qayerdaligini. Qachon kelishini, kimi ruh keladi, kimi ruh kelmaydi. Ular haqida biz bilmas ekanmiz. Chunki payg'ambarimizga Alloh taolo aytdiki, sizga ozgina ilm berildi ruh haqida dedi. Biz endi qanday bilamiz? Shariat ahkomlari o'zi aslida aqlga solinmaydi-yu, lekin aqlga muvofiq keladi. Xo'p, aqlga solib ko'radigan bo'lsak, arvoh ismli aytilayotgan bizani kunimizdagi hammasi hozirgi jinlarga atalayotgan narsalar. Arvohlar shod bo'ladi, arvohlarga ish chiqaryapmiz deyotgan gaplarning hammasi aslida ular jinlar. Jinlar uchun atalib qilinayotgan. Arvohlarga so'yvaringlar, arvohlarga atavaringlar, arvohga tashavaringlar 5 tanga deyotgan ishlarning hammasi ular aslida jinlar uchun. Chunki arvoh, ruh Allohning huzurida Alloh xohlagan joyda bo'ladi. Odamlar uni chaqirib olib turib, payshanba kuni bir xursand qiladigan ular mahluq emas. Arvohlarni ham dunyodagi nimadir o'zimizni bu dunyomiz kabi ko'rmasligimiz kerak. Mana Payg'ambar alayhisalom aytdiki, qabr dedi. Qabr kimlar uchundir? Jannat bog'chalaridan bir bog'cha bo'ladi. Qabr kimlar uchundir? Do'zax chuqurlaridan bir chuqur bo'ladi dedi. Qaranglar endi. Hozirgi ketgan mayitlarni ikkiga bo'linadi. Yo jannat bog'chalaridan bir bog'chada, yo do'zax chuqurlaridan bir chuqurida ular. Tasavvur qiling, bir odam is chiqirdi. Nima uchun? Arvohlarga. Arvohlar keladi. Qachon? Payshanba kuni. Xo'p, bir arvoh endi jannatni qo'yinda yuribdi deb, jannat bog'chalarida yurgan bo'lsa, shu payshanba kuni bir is chiqib qoldi, o'yimdirman, bir borib kelaychi deb aytadimi shu arvoh? Xo'p, mayli kepam hidlab ko'rdi u arvoh. U qozondagi nima? Kalpak yoki bo'lmasa qatlama, juda ham hidi bor uni. Nega ras xursand bo'ladigan bo'lsa tortlar pishirmaysizlar? Hozir chiqqan shirin lazzatli taomlar bor. Juda ham arvoh xursand bo'ladigan bo'lsa, nega shuni qilmaysizlar? Nega go'shtlik shamsalar bilan ularni nimadir kutmaysizlar ularni? Ko'p turib juda ham hidi chiqadigan narsa. Endi shu hidga arvohlar kuni qolib ketdimi? Shuni qilsangizlar xursand bo'ladimi? Yo'q azizlar. Bir arvoh endi nimadir do'zax chuqurlaridan bir chuqurda azoblanayotgan bo'lsa-yu, shu payshanba kuni ovqatgan bo'lsa, sizlar to'xtab turinglar. Mahvirrit borib kelaman deb turib, nimadir o'zi kelib turib bir azoblandan keyin chiqqaniga qochib ketmaydi boshqa ekan u arvoh. Shuning uchun bu narsalarni shariat nomi bilan biz o'rganishimiz kerak. Bizga sehrgarlar, falchilar o'rgatgan yo'l bilan emas. Bir ayol nima dedi? Bugun men savuzlarga edim, bir osh yegimiz kelib qoldi. Satyoqqa odam, "Ha nimaga? Bugun palov qilamiz, payshanba kuni" deb aytib qoldi. Va bugun payshanba emas, bugun chorshanba ham amasni shu bo'yicha ketib qoldi deydi.
Nega endi payshanba kuni ovqat qilish kerakda, chorshanba kuni qilinmaydi? Chorshanba kuni bular folbinlar gumon qilinadigan baxtsiz kun hisoblanadi folbinlarning tilida. Payshanba kuni folbinlarning tilida eng aziz kun hisoblanadi, eng ulug' kun hisoblanadi. U kuni arvohlar xursand bo'ladi. Yo'q azizlar, arvohlar emas, balki u kun jinlarning kuni hisoblanadi. Jinlariki bo'lib ham mushrik jinlar va mushrik odamlarni xursand bo'ladigan kuni, agar shu tomonlama xursand bo'lish bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo nasoralarga juma kuni bayram qilib bergan paytda ular adashdi va shanba kunini o'zlariga bayram qilishdi. Yahudiylarga Alloh taolo juma kunini bayram qilib bergan edi, ular ham adashdidan ular yakshanba kunini bayram qilishdi. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, Alloh taolo juma kunini sizlarga berdi, bu xursandchilik bo'ladigan kun, kunlarning ichida eng afzali dedi. Ammo ba'zi bir odamlar musulmon sifatida payshanba kunini o'ziga kun, buni bayram qilib oldi. Ammo osh damlanishga keladigan bo'lsa, bunda ma'nilik yo'q. Sabab bizni dadalarimiz, ajdodlarimiz Payg'ambar alayhisalom aytgan hadislarga amal qildi. Payg'ambar alayhisalom o'zidan so'radiki, siz nega dushanba va payshanba kuni roza tutasiz dedi. Nima uchun deganda, chunki payshanba va juma kunlari dedi, amallar Allohning oldida bir qator o'tkaziladi. Shu kuni men rozador bo'lishni yaxshi ko'raman dedi. Payg'ambar alayhisalom roza tutgan ekan payshanba kuni. Sahat bizda Xudoyda har doim payshanba kuni og'zini ochib yurmagan ekan. Abu Bakr payshanba kuni bir ish chiqarib olsa, shu yerda bo'lardi, duo qiling deb aytmagan ekan Payg'ambar alayhisalom. Balki sahobalari hammalari payshanba kuni nafl roza tutishgan. Ana shu nafl roza tutgandan keyin kechga borganda albatta sal kuchliroq taom yeyish kerak. Bu kuchliroq taom bizni xalqimizning ichida osh hisoblanadi. Shuning uchun osh qilingan. Uni kechqurun qilishgan. Ro'zadorlarning ro'zasi og'zini ochib, shun bilan quvvatlanish uchun qilingan-u, lekin bu oshlar ham hozir nimadir, boshqa bir maqsadda qilinadigan bo'ldi. Arvohlar uchun. Mana bu agar arvoh uchun qilinayotgan bo'lsa, arvohlar Allohning huzurida Allohning izni bilan yuradi. Bu qilinayotgan ishlarimiz hammasi bu shirkning jumlasiga kiradi. Bulardan biz saqlanaylik, niyatlarimizni to'g'rilab olaylik. Balki payshanba kuni bir odam ovqat qildi yoki bo'lsa bir odam xudoy qildiki, mana shu bergan taomni savobi shu dadamga borsin. Shu dadam shu savob bilan xursand bo'lsin desa, bu boradi. Ammo yuqoridagi aytganda shularni mujarrad o'zi so'yinadi deydigan bo'lsak bo'lmaydi. Shirkning jumlasidan sanaladi un ko'tarishlik. Bir odam kasal bo'lsa, ishi rivojlanmasa nima deydi? Un ko'tarib yubor deydi. Kelatdagin 4 ta unni peshonasiga mundaq qiladgan tushvara qilib yersa tuzalib ketar ekanmiz. Ha, bu Allohdan boshqasidan madad so'rash, shifo talab qilish emasmi bu? Albatta bu shirkligida shak shubha yo'q. Bu narsalar johil, folbin, sehrgar mushriklarning qilishidir. Bulardan biz saqlanib turib, sahih shariat yo'liga o'tmoqligimiz lozim bo'ladi. Barakallohu li va lakum fil Qur'anil azim va nafa'ani bima fihi min al-ayati va zikril hakim va taba alayya va alaykum innahu huvat tawwabur rahim. Mana bu shirkka biz hammamiz ham aralashib qolganmiz. Ana shuning uchun Allohdan istig'for so'raymiz, kechirim so'raymiz. Bilmaganlarimizni Alloh taolo kechirar ekan. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salam ala khayri khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وارحمنا معهم واحشرنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين.